Azizlar, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bugungi bir ajoyib kechamizga. Bir bayram, bir ajoyib kecha. Bugun 26-aprel. Marhum ustozimiz Muhammad Yusuf shoirimizni tavallud topgan kunlari, boshqalarni o'tganlarimizni oxiratlari obod bo'lsin, ilohim joylari jannatda bo'lsin. Hayotlari baxtimizga sog' bo'lsin. Bugun bizni ham tug'ilgan kun ekan. Yetkizganiga shukr. Azamjon ukamni tug'ilgan kuni birgalikda har yili nishonlaymiz. Bu yigitga ham omad tilaymiz, tabriklaymiz. Bu yerda mana shu davrani uyushtirgan, mana shu yerga dasturxon qilgan ukamiz mana Yaqubjon, rahmat. Aziz odamlarimiz, Obidjon ukamiz, Elyorbek shogirdimiz mana tashrif buyurgan, xursandman. Barakalloh, bu yigitga ham omadini bersin, ilohim. Sizlarga ham kattakon rahmat. Shunaqa yaxshi kunlarda, xursandchiliklarda doim birgalikda bo'laylik, ilohim. Qo'shilsak, safimizga qo'shilsinki, kamaymaylik, ilohim. Azamjon aka, tabriklayman, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Özündeki günahlar gözündeki gıybetinle köçede kıygenler özündeki hatalar özündeki günahlar gözündeki gıybetinle köçede kıygenler özündeki hasta yüreğim yok şeytanla yıkanda akıp yığlasam gözge bakıp hasta yüreğim yakıp şeytanla yıkanda akıp yığlasam gözge bakıp külgenler özündeki Nima desem deydi xo'p ey qo'lida turarchu nima desem deydi xo'p ey qo'lida turarchu sinishimni yovdan kutganlar o'zimniki sinishimni yovdan kutganlar o'zimniki xatolar o'zimniki gunohlar ko'zimniki g'iybatimni ko'chada qilganlar o'zimniki ölmesin de